15.700 AQSh dollari pul berdik. Biz Sharman-Shayxga bormoqchi edik. 4.700 dollar berganmiz. Haligacha odamlarning pulini olyapti, aldanganlar ko'payyapti. To'liq o'qiganimizdan keyin u xotin yo'q bo'lib qoldi. Telefonlarimizni ko'tarmay qochib yuribdi. Pulimizni qaytarib berdi, pulimizni qaytarib bermayapti. Bizga tahdid qilishdi. Biz to'g'risi aytdi, yomon qo'rqib ketdik. Toshkent shahrida yana ko'plab fuqarolar aldandi. Gap shundaki, poytaxtimizda Drujba Travel nomi bilan o'z faoliyatini olib borayotgan firma chet elga dam olish uchun borishni reja qilib, mijoz tariqasida kelgan odamlarni pullarini olgan va bergan va'dalarini bajarmagan. Aldanib qolgan va pullarni qaytarib ola olmayotgan fuqarolar Kun.uzga murojaat bilan kelishdi. Ular mazkur firmaga bergan pullari ham ozmuncha emas. 18-iyul kuni Drujba Travel tur agentsiyasiga Azizova Nigoraga 15.700 AQSh dollari pul berdik. Sharm-el-Shayxga tur qilib berish uchun 22 kishiga. O'shandan keyin turimizni qilib bergani yo'q. Mana 2 oy bo'libdiki, hali telefonimizni ham ko'tarayotgani yo'q. Bizani 19-avgust kuni Sharm-el-Shayxga uchirish kerak edi. Uchirgani yo'q, qilib bergani yo'q. Telefonlarimizni ko'tarmay qochib yuribdi. Pulimizni qaytarib berdi, pulimizni qaytarib bermayapti. Birinchi 7.300 dollarni berganman. Keyin 4.200 dan 2 martada to'lov qilganmiz edi. O'sha Azizova Nigoraga shaxsan o'zim qo'lim bilan berganman. Drujba Travelga aldanib qolgan fuqarolarning ayrimlari do'stlar bilan sayohatga borishmoqchi bo'lgan bo'lsa, yana ayrimlari esa oila a'zolari, ota-onasi va farzandlar bilan bormoqchi bo'lgan. Ammo bu orzu, havas va xursandchilik uzoqqa cho'zilmadi. Biz Sharman-Shayxga bormoqchi edik. 4.700 dollar berganmiz. Sevinch degan qizga, Nosirova Sevinch. Ularning ofisi Shohjahonda. Borib berganmiz. Bizga aytishdi, dogovor berishdi. Ketdik, keyin yana aloqaga chiqasizlar, biz bron qilgandan keyin qolgan summani to'laysizlar dedi. Undan so'ng aloqaga chiqishi to'xtatdi. Uje nervnичать qilishni boshladim. Chunki biz ham katta summa berib qo'yganmiz. Telefon qilib aloqaga chiqsak, bizdan qochib yurdi. Aloqaga chiqmadi. Maza qilib dam olib kelamiz deb o'yladik, lekin afsus hamma planlarimiz buzildi. U firmaning nomi Drujba Travel. Bordik, ofisi yopiq. Ertalab borib, kechqurun kelgan kunlarimiz ham bo'ldi. Kelishmadi, telefonlari hammasi xizmat doira beryapti yoki nagli shunda borib bosib qo'yishyapti. Menimcha ishlayapti. Ular qatqidir boshqa joylarga balki uchrashuv qilayotgandir, lekin reklamasida ishlayapti. Mana hozir ham ko'ryapmiz, noyabrda gruppaviy 15 ta odam deb turibdi reklamalari. Drujba Travelning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari ham ancha faol. Odamlarni o'ziga jalb qila oladi. Hattoki mazkur firma o'z faoliyatini bir nechta taniqli blogerlar va san'at sohasi vakillariga ham reklama qildirishgan. Aldanib qolgan fuqarolar esa ana shu reklamalarni ko'rib, ishonib borishgan va pullarni qo'sh qo'llab topshirishgan. Avgust oyining boshida Sharm-el-Shayxga oilaviy bormoqchi bo'ldik 8 kishi. Instagramda bu Drujba Travel'ning reklamasini ko'rib, 12-avgustda ofisiga bordik. Yakkasaroy, Shohjahon ko'chasi 4-uyda joylashgan. U yerda operatori Nosirova Sevinch Alisherovna bizga tur paket taklif qildi. O'sha tur paket bo'yicha biz shartnoma imzoladik. 8.200 dollar AQSh dollarida shartnoma imzoladik va avans sifatida 5.000 dollar berdik. Keyin 3-sentyabr kuni qolgan summani to'lash uchun Labzeyda joylashgan, Shayxontohur tuman Labzeyda joylashgan ofisiga borib, direktor Azizova Nigora Abzalovnaga 3.200 dollar berdi. 7-sentyabr kuni uchishimiz kerak edi, lekin 6-sentyabr kuni ham bizga bilet bilan voucher taqdim qilishmadi. Keyin 6-sentyabr kuni ofisligiga borganimizda shu operator qizni o'zi o'tirgan edi. Sevinchi kech payt soat 1 gacha ham kutdik, lekin hech qanaqa na direktor aloqaga chiqdi, na bu operator o'zi bizga bilet bilan voucher taqdim qilmadi. Bunga berganingiz 5000 qo'llarga berganman. 3200 Nigora opaga bergan. To'g'rimi? Mana ichki ishlarga o'sha kuni murojaat qildik. Ichki ishlar keldi. 15 kun ichida ko'rib chiqiladi arizanglar deyildi. Undan keyin Yakkasaroy prokuraturaga murojaat qildik. Keyin iste'molchilarning huquqini himoya qilishga qildik murojaat. U yerda faqat sizlarning arizanglar yo'llantirib berildi deyildi. Bo'ldi, boshqa narsa javob kelmadi. Shu paytgacha ham hali hech kim tergovchi aloqaga chiqdi. U narsa bo'lganiga ham 15 kundan oshdi. Hech tergovga oshdi deyilgani yo'q, tergovchi aloqaga chiqqani yo'q, na u direktor o'zi aloqaga chiqqani yo'q. To'lov qilib dam olishga keta olmayotgan fuqarolar pullarni qaytarib olish maqsadida Drujba Travelga borishgan vaqtda ko'chadan bir nechta barzangi erkaklar kelib, ularni chiqarib yuborishga harakat qilganini ham ma'lum qilishdi. Mana уже 2 oydan bir sarsonmiz, qayerga borishni bilmaymiz, bolalar
o'quvchilarimizni kutib уже umidini ham uzishdi-da. Mana yozgi kanikulam o'tib ketdi, maktablar boshlanib ketdi. Mana 3 oy deganda togi ham olib chiqmadi shu safarga boramiz deb. Hozir endi bilmaymiz qayerga borishimizni. Keyin уже pullarimizni so'rab qayta boshqa ofisiga ham bordik. Erta keyin bizdan chiqazib yuborishni ko'cha bolalarini, reketyorlikni ham уже jo'natishni boshladi bolalarni. Keyin bizni qo'rqitdi, yomon bo'lib ketdi, chunki ayollar основно o'tiruvdik. Keyin aytishdiki, o'sha yerda Sevinch degan menejer o'tiruvdi. Men aytdim, "Shu men ham keldim, mana kelsinlar Nigora opa, pulimizni qaytarib bersinlar yoki turimizni qilib bersinlar. Bizni shuncha odam kutyapti, уже 1 oy o'tib ketdi" desak, keyin ko'chadan 3 ta bola kelib, "Sizlarni ketadigan vaqtingizga qilib beradigan sanasi kelmadi. Hali nimaga keldinglar? Biz sizlarni chiqazib yuborgani keldik" deb bizga tahdid qilishdi. Biz to'g'risi aytdi, yomon qo'rqib ketdik, chunki ular katta kuchli bolalar, sportsmen bolalar kirib kelishdi. O'shandan keyin biz 02 ga qildik. 02 ga qilganimizdan keyin bizga hech qanaqa javob berishmadi. Uchastkovoyga chaqirdik, uchastkovoy ham chiqmadi. Shu bilan keyin soat 7-8 lar bo'ldi. Ular tomonidan 02 qilishgandan keyin 6 ta 7 ta PPS xodimlari kelib, ular ham bizga qarshida. Biz o'shanda yomon qo'rqib, tahdidga uchraganimizdan biri haligacha o'zimizga kela olmaymiz. Hozir mana ochuvchasiga tahdid bo'lgandan keyin bolalarimizdan ham qo'rqyapmiz. Rostdan ketimizga tushsa har xil xayolga boryapmiz. O'shaning uchun nima deymiz, shu bizga yordam berishinglarni so'rab qolamiz. Arizor qolana bo'ldi, jiyani shug'ullanadigan joyga topshirib yuboramiz. O'zingiz shunaqa anaqa qilishingiz kerak emas. Hozir nima qilaylik? Nima qilaylik? Yo'q, mayli o'zingiz anaqani holati shu. Holatga aniqlik kiritish maqsadida biz Shohjahon ko'chasida joylashgan Drujba Travel'ni filialiga keldik. Ko'rib turganingizdek, bu yerda hech kim yo'q, xonalar bo'm-bo'sh va eshiklar esa qulflangan holatda turibdi. Hozirda biz Drujba Travel'ni Labzak ko'chasidagi filialiga ham keldik. Ko'rib turganingizdek, bu yer ham yopiq va yuqorida ko'rsatilgan nomerlarni barchasiga qo'ng'iroq qilib ko'rdik, hech kim javob bermadi. Telefon xizmat ko'rsatish doirasidan tashqarida. Siz noto'g'ri raqam berdingiz. Вы набрали неправильный номер. Bizga murojaat qilib kelgan fuqarolarning barchasi tegishli tashkilotlarga mazkur holatlar bo'yicha murojaat qilgan, ammo haligacha tayinli bir natija bo'lmagan. Murojaatchilardan olgan ma'lumotlarimizga ko'ra, mazkur firmaga to'lov qilib aldanib qolgan fuqarolar soni 32 tani tashkil etmoqda. Bu bizga ular tomonidan berilgan ma'lumot. Biz bilganlarimiz shuncha, bilmaganlarimiz bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin deyishmoqda. Hozirda tergov jarayoni o'z nihoyasiga yetmagan. Murojaatchilar esa sud jarayoni tezroq boshlanib, bergan pullarni qaytarib olishlarini so'rashmoqda.